المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Bu 4-chi dars. Oldingi darsda yoki oldingi darslarda biz Fadl Islomni birinchi bob bo'lgan Fadl Islomni fazilatni o'rganishni boshlagandik va biz aytgandikki, muallif rahmatullohi alayhi o'zlarini g'olib, ya'ni ko'p nimalarda, ta'liflarda, yozilgan kitoblarida u kishini, ya'ni uslublari, yo'llari birinchi bo'lib bir bobda Qur'ondan dalillar zikr qildi. Undan keyin hadislarni, undan keyin agar asarlar bo'lsa, asarlar bu sahobalardan bo'lishi mumkin, yoki tobiinlar, yoki atba tobiinlar, yoki taba atbalardan bo'lishi mumkin. Va oldingi darsda biz hadislarni nima qildik? O'rganib chiqdik. Va oldingi darsda biz Abdulloh ibn Umar radhiyallohu hadislarini, bu ummatlar, oldingi ummatlarning misoli, ajrdagi misolini payg'ambar sollallohu alayhi vasallam misol keltirdilar va shu kabi undan keyin Abi Hurayra radhiyallohu hadislari, ya'ni bu ummat bizdan oldingi ummatlarga qaysi o'sha haftada o'sha kunni tanlashlikni buyurilganligi, nima qilinganligi, Alloh ularga ixtiyorni havola qilganligi, lekin bu ummatga Alloh o'zi tanlab berdi. Bu haqda ham suhbat yuritgandik. Undan keyin biz Ibn Abbos hadislari, Allohga eng seviligi bo'lgan din bu nima? Millat Ibrohim, tavhid, to'g'ri e'tiqodda, sunnatda va Allohni izn berib qo'ygan ruxsatlarni ya'ni amal qiladigan din, mana bu eng sevikli din hisoblanadi. Bu haqda ham suhbat yuritgandik. Undan keyin Ubay ibn Ka'b radhiyallohu anhu asarlarini olgandik va bu asarni fazilatlaridan shuki, ya'ni inson agar amallarini yoki amallarini qabul bo'lishini va jannat kirishligini va gunohni kechirishni xohlasa, nima qilsin? As-sabil va sunnat, bu sunnat bo'lsin. As-sabil payg'ambar yo'llari va sunnat payg'ambar o'sha qilgan amallar kabi qilishlik. Va oxirgi asar Abi Darda asarlari shumlam bu birinchi bobga, Fadl Islom bobiga yakun yasimiz. Muallif aytadilar rahmatullohi alayhi, an Abi Darda radhiyallohu anhu annahu qala: يا حبذا نوم الأكياس وإفطارهم كيف يغبنون سهر الحمقاء وصيامهم ولمثقال الذرة من صاحب التقوى ويقين أعظم وأفضل وأرجح من أمثال الجبال عبادة من المغترين. Buni hozir inshaalloh tarjima qilamiz, lekin tarjima qilishdan oldin at-tahrij, agar bu hadisni asarni kim rivoyat qilganini xabar berib va bu isnodi sobit misol emas haqida xabar berganimizdan keyin, uchun bayon qilganimizdan keyin inshaalloh keyin bayon qilinadi. Bu asarni Imom Ahmad rahmatullohi alayhi o'zlarini Az-Zuhd, kitob Az-Zuhdda rivoyat qilganlar va shu kabi Abu Naim Asbahani o'zlarini Hilyatul Awliya kitoblarida rivoyat qilganlar, lekin buni sanadi sahih emas, balkim munqati, chunki Abi Said Kindi degan bir tobi'i bilan Abi Darda yoki Abi Said Kindi degan raviy bilan Abi Darda orasida inqito bor, ya'ni inqito uzilgan. Abu Said Kindi Abi Dardan bu xabarni eshitmagan. Orada kimdir bor, Alloh alam. Bu siqa bo'lishi mumkin yoki zaif bo'lishi mumkin. Ay odam kimligi bilmagan uchun va ilm mustalohda, ilm hadis ilmida agar inqito bo'lsa, bu nima? Zaiflikni alomati. O'shanga bu asar g'ayru sabit, sobit emas, lekin ma'nosi to'g'ri. Va ma'nosi aytadiki, ya'ni bu nimani, o'sha asarni tarjimasi: ya habbaza nawmul akyas va iftaruhum
kayfa yaghbinuna sahr al-hamqa wa siyamahum. Ya'ni aytmoqchimanki, akiyas bu ya'ni aqlli odamlar. Aqlli odamlar, ya'ni sunnatni ushlagan aqlli odamlar Alloh xohlagan nima qilishadi, xohlagan taqdir qilgan uxlashadi va kechqurun tahajjud qilishadi, iftorlik qilishadi, nima qilishadi, lekin amallari nima? Sunnatda bo'ladi. Foydasi, chunki sunnatda bo'lmasa foyda bermaydi. Kayfa yaghbinuna sahr al-hamqa wa siyamahum. Ba'zi odamlar amal qilishadi. Amallari ko'p, lekin sunnatga muvofiq emas. Bunaqa amalni Alloh qabul qilmaydi. O'zini charchatgan, o'zini qiynagan, oqibat amal qabul bo'lmagan. O'shanga aqlli odam nima qiladi? Dinda borni qiladi. Vaqtda uxlaydi, vaqtda turadi, tahajjudga turadi. Payg'ambar o'qiganda o'qiydi. Ammo ba'zilari nima qiladi? Rajab oyida kechalari uxlamagan, Sha'bon oylarida 15-shanba kechasi uxlamay turadi. Bular hammasi bid'at narsalar. Sizga bir narsa va'da qilinadi faqat. Bu'd minir rahman va qurb ila shayton. Mana buni va'da qilinadi. Qaysi bir inson agar payg'ambar sollallohu alayhi vasallam amal qilmasa, unga nima qilinadi? Rahmondan uzoqlashish, shaytonga yaqinlashishlik. Faqat shuni olasiz. Allohning g'azabini va Allohning jazosini olasiz. Va bu dardan gaplar shu. Aqlli odam nima qiladi? Sunnatni borini qiladi. Bir odam kecha kunduz uxlamasdan ibodat qiladi. Ibodatlar bid'atda, charchatgan o'zini. Qaysi afzal? Bu afzalmi? Bir odam sunnatni ushlagan, o'z vaqtida dam oladi, o'z vaqtida turib ibodatni qiladi. Ya'ni hamma sunnatga muvofiq. O'zini ham qiynamaydi. Mana bu aqllidir. Keyinlaki va misqol. O'shanga aytdilarki, sahrul hamqa, aqlsiz. Bu aqlsiz odamlar. O'zini qiynagan, o'zini nima qilgan, lekin amallari nima? Sunnatga muvofiq emas. Ba'zilari nima qiladi? Payshanbada juma o'tar kechani xos qilib olgan. Uyquda o'tkazmaydi. Bid'at narsa bu. Payg'ambar qaytarganlar. Aytdilarki, la tukhassisu laylatul juma bila siyam bi qiyam wala naharu bi siyam. Harom mumkin qilish mumkin emas. Qaytarganlar. Ba'zi odamlar 12 juma bu fazilatli kun, payshanbadan juma o'tar kechasi tahajjud o'tkazadi. Unaqa taxsis qilish bu bid'at narsa. Lekin bechara qatalalloh jahl. Endi o'z ishini qiladi. O'zi bilmagan holatda Allohning g'azabiga duchor bo'ladi. O'shanga asar zaif, sobit emas, lekin ma'nosi to'g'ri. Shaytli hamqodlar. Hamqo degani ahmoqqa jami. Tinti aqlsiz odam. Amal qilgan, ibodatda, toatda, lekin bid'at zikrlar, bid'at namozlar, salat tasbih qanchasi o'qiydi? Bid'at salat namoz bu. Savut bo'lmagan namoz bu. Ko'p olimlar inkor qilishgan, ko'p olimlar aytganki, bu namoz bid'iy namoz deyishgan. Lekin ko'plar o'qiydi. Bilmagan holda Rahmondan uzoqlashib, shaytonga yaqinlashadi. O'shanga undan ketdilarki, "Oli misqala zarrati min sohibi taqwa va yaqin a'zamu va afdal va arjah min amsal jibal ibad min muqtarrin." Zarra amal bo'lsin, kichkina amal bo'lsin, ozgina amal bo'lsin. Lekin bu amal kimdan chiqqan? Sunnat egasidan, taqvo egasidan. Amallar sunnatga muvofiq bo'lgan odamdan chiqqan. Agar shu amal qilingan bo'lsa, a'zamu, afdal va arjah min amsal jibal. Tog'di amallar bo'lsin, ibodat min muqtarrin. Muqtar bo'tda qarangki, Abu Darda aytmadi muqtarra mushtahid deb ibodatda. Muqtar degani nima? G'urur. O'zi bilmagan holda, johil holatda amal qilgan, lekin amalni yo biladi yoki bilmaydiki, bu amal Alloh qabul qilmaydi. Tog'di amallar bo'lsin. Nima foyda bor agar Alloh qabul qilmasa? La vallohi niyat o'zi kifoya emas. Bir odam aytishi, "Men niyatim yaxshi-ku.
kifoya emas. O'shanga Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu asarkan doimiy usullarida aytdilarki, kam min muridil xayr lan yusibil xayr. Lan nafil istiqbal. Qancha odamlar yaxshilik xohlagan, lekin shunga yetmaydi, yaxshilik yetmaydi. Mavlid, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Vallohi ko'pidan so'rasangiz, nima uchun qolsansa payg'ambar yaxshi ko'raman. Kifoyam bu. Payg'ambar muhabbat qo'yganman. Vallohi payg'ambar yaxshi ko'rishlik shart bu. Muhabbat qo'yish shart bu. Iymonning alomati. Lekin siz tutgan yo'lingiz noto'g'ri yo'l. Shuni o'zi uzrli bo'ladimi? Alloh kechiradimi? La, Alloh kechirmaydi. Nima uchun? Nega so'ramadingiz? Nega borib ilmli odamdan so'ramadingiz? Shu narsa joiz emas deb. Niyat yaxshi. Yoki o'sha zikrlarni qarasanglar, so'piran zikrlarni. Sakragan, yugurgan, boshni silab har zikrlarni qilgan. Niyat yaxshi. So'rasangiz, nima niyating? Aytadiki, Alloh zikr qilishlik. Kifoyami? La, vallohi kifoya emas. O'shing Alloh aytgan, "Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Alloh bu amallarni farz qildi, hattoki bilsinki kimkisan amallarni afzal qiladi, yaxshi qiladi. Ko'p qiladi demadi. Liyabluwakum ayyukum aksaru amala demadi. Qanday ko'p amal qilish? Nima foyda bor ko'p amaldan agar bu amal dinga muvofiq bo'lmasa? Va hadisul muslim sarihun turibdi. Hadis Aisha radhiyallohu anha sahih Muslimda, "Man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa raddun." Qaysi bir inson bir amal qilsa, agar biz man va sahobalarim qilgandek qilmasanglar, bu amal Alloh qabul qilmaydi. Allohu akbar. Faqatgina shu holatda amallaringiz qabul bo'ladi. O'shanga bu nimani amal bu asarni, ya'ni dalolati, hadis zaif lekin ma'nosi to'g'ri. Ya'ni amal qabul bo'lish uchun sizda ikkita shart bo'lish kerak. Birinchisi ixlos. Albatta amal Alloh uchun qilish kerak. Ikkinchisi haqqa muvofiq. Va haq degan bu yerda qasd nima qilyapti? Bu yerda mazhab qasd qilyapti. Ammo qasd qilinmayapti yoki olimni fatvosi qasd qilinmayapti. Haq deganda bu yerda dalil qasd qilyapti. O'shanga ba'zilar dediki, dalilingiz nima? Mazhabdaman. Dalilingiz nima? Olimning gapi. La, vallahi bu dalil emas bu. Bu dalil emas. Al-ilmu qala Alloh, qala rasuluhu va qala as-sahabatu hum ulul irfani. Mana bu dalil bu. Alloh aytdi, payg'ambar aytdi, sahobalar aytdi. Nimaga? Ibn Qayyim aytdilar, hum ulul irfani. Ular yashashdi vahiy davrida, vahiy tushganini ko'rishdi. Payg'ambar o'zidan olishdi. Ular biluvchiroqdir. O'shanga amal ixlosda bo'lish kerak va haqqa muvofiq bo'lish kerak. Haq deganning maqsadi ay daliliga muvofiq bo'lishga. Bu dalil Qur'ondan bo'lishi mumkin, sunnatdan bo'lishi mumkin yoki sahobalarning so'zidan bo'lishi mumkin. Demak, qaysi bir inson agarda kunduzi uxlamagan, kunduzi ro'zada bo'lgan, kechasi siyom, kunduzi ro'za bilan ro'zada o'tkazgan, kechasi qiyomda o'tkazgan bo'lib, lekin fe'li sabilga muxolif bo'lsa, sabil payg'ambar yo'llariga. Chunki Ubay ibn Kayyatniki alaykum bis-sabil, as-sabil payg'ambar yo'llari. Agar muxolif bo'lsa, Alloh qabul qilmaydi. Qanaqa bo'lishi mumkin? Qanaqa kechasi bu odam bir qanaqa tahajjudni nima qilishi mumkin? Hadis zaif hadislar kelgan. Sha'bonni o'rta 15-da kim o'tkazsa gunohlari kechirilishi, Rajab oyida itoat ibodat kim o'tkazsa unga shuncha ajr va'da qilingan. Bular hammasi bid'at narsalar. Balkim o'tkazar.
Shabon 15-kunni, 14dan 15 ko'tar kechasini tahajjudda bid'at narsa. Agar shu e'tiqod namoz o'qisa, gunoh qiladi. Qaysi bir inson payshanbadan juma o'tar kechasini tahajjudda o'tkazsa, shu narsa xos kunda o'tkazsa, shu narsa xususiyat bor o'tkazsa, gunoh qiladi. Alloh bu ibodatni qabul qilmaydi. Lekin ammo bir odam shunaqa unda tahajjudi bor. Har kecha namozga turadi. Zarari yo'q bunda, chunki to'g'ri kelib qoldi. Lekin bir odam oddiy kunlar turmaydi, payshanbada 15 ko'tarib turadi. Nima uchun turdingiz? Chunki juma-ku bu jumaning kechasi fazilat kecha. La vallohi mumkin emas. Payg'ambar qaytardilar. Aytdilar: "La tukhassisu yawm al-jum'a bi qiyam wa la siyam." An-nahy yaqtadi al-fasad va at-tahrim. Buni qilmayman ma'nosi nima? Ay bu amal qabul bo'lmaydi. Va qilsanglar harom bo'ladi, gunoh olasizlar. Shu ma'nosi usul fiqhda. Buni qilish mumkin emas. Bu harom bu. Qilsangiz amal qabul bo'lmaydi. Shuni qasd qilamiz. Birodan hech bir qanaqa tushunmadim men. Roza tutishlik bu yaxshi narsa-ku. Yo bor shunaqa joylari borki, agar qaytarilgan bo'lishiga bid'iy narsa bo'lsa qilsangiz, Alloh qabul qilmaydi. Demak, niyat o'zi kifoya emas, yoki amalni o'zi bu niyat kifoya emas, balkim nima qilasiz? Jam qilasiz. Xolis Alloh uchun va amallaringiz muvofiq haqqi bo'lishligi, val haq degani bo'ldi qasdimiz mazhabni qasd qilmayapmiz yoki bir olimni fatvosini qasd qilmayapmiz, balkim dalilni qasd qilyapmiz. Balkim payg'ambar sollallohu alayhi vasallam so'zlarini, fe'llarini, taqrirlarini qasd qilyapti. Shu bilan biz birinchi bobga yakun yasaymiz va oxirida agarda ozgina muxtasaran bu o'sha islomning fadli, chunki bu birinchi bob islomning fadli, demak bu bob bilan muallif rahmatulloh alayhi nima demoqchilar? Bir inson agarda islomga kirsa, unga islomning qanaqa fazilati bor? Birinchi fazilatlaridan savob bilan ko'p bo'lish. 2 barobar. Namozni siz 5 mahal namoz o'qiysiz, 50 mahal namoz yozadimi? Lekin Allohdan takarruman 100 mahal ajrni olasiz. Ro'zaga yozilgan bo'lsa 100 ajr, 200 olasiz. Ikkinchi nimalardan, fazilatlaridan. Bu Alloh bu ummatga kunni o'z tanlab berdi. Bizdan oldin ummatlarga o'z xaltishab qo'ydi. O'zlarini tanlaring dedi. Ya'ni bu oddiy misol keltirsak, misol uchun bir odamni 3 ta bolasi bor. Aytdiki, qaysilaringiz agar bir narsani aytsalaringiz, shularni maqtayman. Shularni men sevikli bo'ladi. Birinchi o'g'il buland. Noto'g'ri qilding dedi. Sen noto'g'ri qilding. Ikkinchisi nima deysan? Mana buni noto'g'ri. Uchinchisiga ikkinchi to'y aytdiki, to'xtatdi. Men seni tanlab beraman. E'tibordi. Keyin maqtab qo'ydi. Nima degani? Mana bu xos o'rni borligini, ikkinchi to'yni. Alloh insonni o'zi o'sha otani olmasda, naslida martabasi boshqalik. Valillahil masalul a'la. Alloh xuddi shuni tanlab berdi. Yahuda tanladi, xato qildi. Noto'g'ri bu kun. Bu kunni men yaxshi ko'rmayman. Ha, xristian, nasora tanlaylar. Yakshanba tanlashdi. Noto'g'ri kun bu. Bu kun men kunim emas. Bu kunni men yaxshi ko'rmayman. Musulmonlar kelganda aytdi, to'xtaylik, men o'zim tanlab beraman. Shoshilmanglar. Jumani tanlaylar. Ular jumani tanlashdi. Nima degani? Alloh yaxshi ko'rishligi, bu ummat o'ziga yarasha xosiyat borligi. Demak, bu ummatda bu islom fazilati shuki, demak bu islomni Alloh yaxshi ko'radi. Bu ummatda bu payg'ambar va biz aytgandik, bu ummatni Alloh bu ummatni yaxshi ko'rishligi, buni xos makoni borligi eng sevikli payg'ambarni yubordi. Va eng afzal kitob bo'lgan Qur'oni Karimni yubordi, nozil qildi. Buni mandalat. Demak, bu islom, bizning shariatimiz, Abul Qosim nozil bo'lgan shariat, bu eng afzal shariat hisoblanadi. Bu ikkinchidan, uchinchidan bu din yengilligi. Alhamdulillah. Bu din yengilligi. Bizdan oldingi diyonatlarda mumkin emas ibodatni
o'zini o'sha ibodatxonani boshqa qilishlik. Cherkovda bo'ladimi, o'sha joydami? Lekin bu ummatda qayerda bo'lmang, namoz vaqti kirdimi, namoz o'qiysiz. Alhamdulillah. Bu oldingi ummatlarda agarda tanaga najosat tegsa, pichoq bilan kesib tashlab, shu bilan faqat poklanardi. Bizning ummatimizda yuvarsiz bo'ladi kifoya. Bizdan oldin ummatlar gunoh qilsa, tavba qilish uchun o'zini o'ldirish kerak bo'lgan. Bu ummatda unaqa emas. Tavba qiladi, shuni Alloh kechiradi. Bizdan oldingi ummatlarda yog' harom bo'lgan. Go'sht jonzot so'ygandan keyin albatta yog'ni ajratish kerak bo'lgan. Lekin bu ummatda unaqa emas. Halol qilib berildi yog'. Qo'yin yog'i, mol yog'i, shu kabi pokiza hayvonlar yog'i haloldir. Alhamdulillah. Uchinchisi, Alloh subhanahu taolo bu ummatda bir inson agar bir ichida bir narsa gapirsa, unga hisob kitob bo'lmaydi. Ya'ni bir inson nafsida bu gunoh tamanno qildi yoki bir yomon fikr bo'ldi. Misol uchun bunga javob bermaydi. Va shu kabi Alloh subhanahu keyingi foydalardan, bu islom fazilatlarini o'sha foydalardan nima xato qiluvchi, esdan chiqaruvchi va birga odam majburlangan bo'lsa, misol uchun bir odam xato holda yoki esdan chiqqan holda yoki majburlangan holda bir gunoh qilsa, unga javob bermaydi. Va tavba. Alloh tavbani qabul qiladi. Alhamdulillah. Vallohi agar shu bo'lmaganda hamma halok bo'lardi. Hech kim najot topmasdi. Chunki bu inson zaif. Xuliqal insonu zaifa. Inson zaif inson. Lekin Alloh marhamati shunaqa kengki, inson gunoh qilsa, qalbidan jazman ixlos bilan tavba qilsa, bu gunoh kechiriladi. O'sha hadis Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu Ibn Mojada at-taib min az-zambi kama la zambala. Bir inson bir gunoh qilsa, keyin tavba qilsa, xuddi gunoh qilmagandek. Alhamdulillah. Demak, birodarlar, bu birinchi bobni mana foydalari. O'shanga biz boshda aytgandik. Inshaalloh Fodil Islomni o'sha bu kitob bu qanchalik muhimligi, bu kitobni inson o'qib chiqqandan keyin, ma'no tushungandan keyin qanchalik faxrlanadi va qanchalik amallari inshaalloh albatta Alloh tavfiq bergan bandalari amallari ziyoda bo'ladi. Aytadiki, alhamdulillah, ya Robbi, shukr qilishim kerak. Alloh menga iymonni berdi, islomni berdi. Yaxshilikni qaytarishim kerak. Alloh yana sevgili bo'lishni xohlayman. Ibodatlarni ko'paytirishim kerak. deb inson nima qiladi? Albatta musulmon odam, buni tushungan odam, albatta Alloh tavfiq bergan bandasi. Buni tushunsa, yanada Allohga bo'lgan yaqinlik, yana Alloh bo'lgan dinni ushlashlik va bu faxrlash va izzat, alhamdulillah. Bu hammaga berilmaydi. Alhamdulillah. Buni inson agar musulmon bo'lgandan keyin qanaqangi hayot totli bo'lishi, qanaqangi osoyishta bo'lishligi, tinchlik bo'lishligi va birodarlar, eng xatarli hammamiz o'lamiz. Kullu nafsin za'iqatul maut. Har bitta inson o'lim totib ko'radi. Erta bo'ladimi, bugunmi, ertami, indingami, hamma o'ladi. Bu dunyoda hech kim qolmaydi. Shunga payg'ambar aytdiki, o'zini payg'ambariga innaka mayyitun va innahum mayyitun. Ya Muhammad, sen sevgili bandamsiz, lekin sen o'lasiz. Bu dunyoda qolmaysiz. Ular ham boshqalar ham o'lishadi. Demak, o'lganimizdan keyin o'tda yana bir boshqa bir marhala bor. U marhala faqatgina musulmon odam najot topadi. Albatta buni odam bilgan, yanada tinchlik, alhamdulillah, men Allohga shukr, o'lganimdan keyin musulmon bo'lib ketsam, qabrimni tinchataman. Undan keyin yana bitta marhala bor. Oxirat. U eng dahshatlisi. Yoki jannat, yoki do'zax. O'shanga musulmon bo'lishlik, alhamdulillah, Allohning eng katta fazilati. Undan keyin muallif aytdilarki, bab vujubud dukhul fil islam. Bab vujubud dukhul fil islam. Keyingi bob, ikkinchi bob, bu islom kirishlik vojibligi. Nima aloqasi bor oldingi bob bilan bu bob? Birinchi babu fadl islom. Islom fazilati. Ikkinchisi nima? Islomni
islom kirishlik vojibligini. Nima uchun muallif bu ikkinchi bobni nima qildi? Vujubud dukhul fil islom zikr qildi. Ay etmoqchiki, ey qori, ey talibul ilm, o'quvchi va talaba, agar birinchi bobda zikr qilingan oyatlarni, hadislarni, asarlarni o'qiganingizdan keyin, islom qanchalik fazilatligini bilganingizdan keyin nima qiladi? Sizga islomga kirishlik, islomdagi o'sha bor narsaga amal qilib, uni qabul qilish va amal qilishlik sizga vojib bo'ladi. Shuni aytmoqchi muallif rahmatullohi alayh. Bildingiz. Agar siz islom qilsangiz sizga nima va'da qilingan? Buni bildingiz. Agar islomni ushlasangiz, Alloh sizga nima berishini. Demak, keyingi savol bo'ladi, nima qilishim kerak? Muallif shuni aytmoqchilar. Islomga kirasiz. Hozir yana dalillar olib keladilar. Nima uchun islom kirishligini, nima uchun islomga kirishlik shartligini haqida dalillar olib keladilar. O'shanga qaysi bir inson agarda, ya'ni hozir inshaalloh olamiz shu dalillarni, o'sha amaldan qabul bo'lishligi va Alloh rozi bo'lishligi bilan hammasi islomga bog'liq. Faqat shu bilan bo'ladi. Va islom birodarlar, agar dalillarda kelsa, Qur'on sunnatda ikkita ma'nosi bor. Ikkita ma'no qasd qilinadi. Birinchisi ummiy islom, al-islamul am deyiladi arab tilida. Ummiy, bu ummiy islom, bu barcha payg'ambarlar, barcha ummatlarga mana bu islom dini yuborilgan. Ya'ni umma islom, Allohning huzuriga bo'lgan din islom. Xristianlik, yahudi bu narsa yo'q narsa. Bu narsani bilan o'zi o'ylab chiqargan. Isa'ning ashablari musulmon bo'lishgan. Musaning ashablari musulmon bo'lishgan. O'shanga birinchi ma'nosi al-islamul am, umum islom. O'shanga inna dina indallohil islom, o'sha Ali Imron surasidagi oyat, Alloh subhanahu va taolo birorta bir insondan dinni qabul qilmaydi, faqatgina agar bu islom bo'lsa. Faqatgina islom bo'lsa. O'shanga hadis Buxoriy Muslim muttafaqun alayhi hadisi Abi Hurayra radhiyallohu anhu aytadiki, val anbiya ikhwatu li'ilatin ummahatuhum shatta va dinuhum wahid. Ya'ni payg'ambarlar misoli ota bir, ona boshqa. Bir odam misol uchun 3 ta aka-uka bo'lishi mumkin. Har bittasining onasi boshqa, ota bir. Bunga arab tilida ilat deydi. Ashiqqo degani ota bir, ona bir. Agar ota-ona bir bo'lsa, ashiqqo deyiladi. Agarda ona boshqa, ota bir bo'lsa, ilat deydi. Payg'ambar misol keltiryaptilar. Nima qilib? Payg'ambar misoli shunaqa. Ota bir nima? Ona boshqa. Nima bo'ldi? Qanaqa ota? Tavhid. Hammasi tavhidga chaqirgan. Va laqad ba'asna fi kulli ummatin rasula an ya'budulloha va yajtanibut taghut. Alloh surat Nahl aytadiki, har bitta ummatga payg'ambar yuborganmiz. Ularning vazifasi la ilaha illalloh bo'lgan. Faqat Allohga ibodat qilishlik, Allohni yakkalashlik, yajtanibut taghut, butdan uzoq bo'lishlik, shirkdan uzoq bo'lishlik. Shu bo'lgan vazifasi. Ammo onalarni bitma qasd qilyapti shariat. Har bitta payg'ambar o'z shariati bo'lgan. Farqlangan. Bizning payg'ambarimizning o'z shariati bor. Shuni qasd qildi. Demak, birinchi bu hadisda o'sha nimadan, bu hadisning dalolati nima? Hammasi dini islom bo'lgan. O'shanga yetishlik islom bu Abul Qosim. Balki bir xristian aytishi mumkin. Islom bu Muhammadga nozil bo'lgan. La vallohi. Islom Isaga nozil bo'lgan. O'shanga Isa oxirgi zamonda tushgan nima qiladi? Subhanalloh. Mahdi orqasida namoz o'qiydi. Ikroman li hadi umma. Allohu akbar. Ikroman li hadi umma. Ummatda bu ummatga hurmat qilib, ko'rsatib, Muhammad ibn Abdullah al-Mahdi dediki, Isaga o'ting namoz, o'tib beringiz. Yo'q deydi, sen o'tasan deydi. O'zingiz o'tasiz. Payg'ambarlar Muhammad sollallohu alayhi vasallam ummatni bir fardi orqasida namoz o'qiydi. Bo'lmasa vaholanki Abu Isa kim? Ulul azm ma'nosi eng afzal payg'ambarlar. Ya'ni payg'ambarlar bir darajada emas. Hatto payg'ambar orasida eng afzallari.
orasida va eng afzal orasida ikkita. Ibrohim bilan Muhammad. Va ular orasida afzali Muhammad sollallohu alayhi vasallam. Va Isa tushib orqasida namoz o'qiydi. Mahdining orqasida. Va payg'ambar sollallohu alayhi vasallam dini bilan hukm qiladi. Cho'chqalarni, to'ng'izlarni o'ndiradi, krestlarni sindiradi, kufrga qarshi kurashadi, shirk bilan kurashadi. Allohu akbar. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Muhammad sollallohu alayhi vasallam shariatlari bilan nima qiladi? Hukm qiladi. O'shanga la vallohi Isa xristian emas. La vallohi. Hech qachon diyon Isa shirk ta'at qilmagan. Ammo hozir bizda bor, o'sha hozir zamonimizda bor narsalar, bular hammasi tahrif va tabdil, o'zgartirilgan narsa. Bu din Isaning diyonati emas bu. Isaning shariati emas. La vallohi. Isa hech qachon krestga cho'qinishlikka chaqirmagan. Hech qachon o'sha rasmlariga, o'sha ichida misol uchun har xil butlar, o'sha sollar rasmiga cho'qinishga chaqirmagan. La vallohi bunga bo'lmagan. Chunki payg'ambarlar hammasining dini bitta bo'lgan. Tavhid va tavhid bor islom bu. O'shanga birinchi qismi bu nima? Umumiy islom. Bunda barcha payg'ambarlar bo'lgan va ularning ummatlari bo'lgan va Alloh faqat shundan rozi bo'ladi. Ikkinchi ma'nosi xos ma'no bu. Mana bu xos ma'no. Bu payg'ambar sollallohu alayhi vasallam yuborgan islom. Va bu islom 3 narsani tashkil topadi. Aqida, amal va shirk va kufrdan va egalaridan nima nafrat qilib, yomon ko'rishlik. Mana bu o'z ichi 3 narsa talab qiladi. O'shanga biz bu haqda gapirgandik 3 asosda ekandiki, islomning o'sha nimasi al-istislamu lillahi bit-tawhid va inqiyadu lahu bit-ta'a wal bara'atu min ash-shirki va ahlihi. E'tiqod to'g'ri qilasiz. Allohga shirk keltirmaysiz. Barcha amallarni Alloh qilasiz. Duo bo'lsin, nazr bo'lsin, so'yish, qurbonlik bo'lsin, istig'osa, isti'ona, madad hammasi Allohdan so'raladi. Ikkinchisi Alloh amal. Va ma adraka ma amal. Summa ma adraka ma amal. Amal qilishlik. Bu din shundan farqlanadi boshqa hozir zamoniy diyonatidan. Bizda e'tiqod o'zi kifoya emas. E'tiqod o'zi kifoya emas. Agar boshqa diyonatlarda bo'yniga o'sha krestni osib qo'yib o'zini xristian hisoblasa, bu yerda men Allohga yaxshi ko'raman, Alloh iymon keltiraman, qalbim pokiza, la vallohi sizni musulmon qilmaydi bu narsa. Amal qilish shart. Va uchinchisi shirk va shirk egalarini yomon ko'rishlik shart bu. Ularni yomon ko'rish shart. O'shanga Alloh aytgan la tajidi qawman. Unaqa ya Muhammad topmaysiz bir odamni yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Alloh va rasulahu. Bunaqa narsa yo'q. Bir odam Allohga iymon keltirgan, keyin kofirlarni yaxshi ko'radi. Xristianlarni yaxshi ko'radi, yahudlarni yaxshi ko'radi. Ularni do'st tutadi. Unaqa yo'q narsa. Harom bu islomda. Ularni do'stlash mumkin emas. Ularning qalbida shart, qaysi bir inson agarda islom dinini qabul qilmagan bo'lsa, shartun nima qilishlik? Yomon ko'rishlik, hattoki agar ota-onangiz bo'lsin. O'shanga walau kana aba'ahum Alloh aytdi. La tajid qawman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Alloh va rasulahu walau kana aba'ahum. Ota-onasi bo'lsin. Agar Alloh dinini qabul qilmagan bo'lsa, Alloh diniga amal qilmasa, shart uni qalbingiz yomon ko'rishlik. Aw ikhwanahum, opa-singillar, aka-ukalar, shart ularni yomon ko'rishlik. Aw abna'u ikhwanahum, bolalar bo'lsin. Shart ularni yomon ko'rishlik. Demak, mana bu islomdir. Islom payg'ambariga nozil bo'lgan islom, e'tiqod, tavhid, barcha amal Alloh qilinadi. Qaysi narsaga agar ibodat nomlansa, so'z bo'lsin, fe'l bo'lsin, Alloh shuni yaxshi ko'radi, Alloh shuni rozi bo'ladimi, bu faqat Allohga xos qilinadi. Birorta bir kimsaga sarf qilmaysiz. Farishta bo'lsin, jin bo'lsin, avliyo bo'lsin, pir bo'lsin.
Mana bu Abul Qosim dini. Mana bu Abu Bakr dini. Mana bu Umar ibn Xattob dini. Mana bu Usmonni dini. Mana bu Ali ibn Abi Talib dini. Boshqa sahobiylarni, Abdulloh ibn va olimlar sahobalarni, Abdulloh ibn Umar bo'lsin, Abdulloh ibn Amr bo'lsin, Abu Hurayra bo'lsin, Abdulloh ibn Abbos bo'lsin, Zayd ibn Sabit bo'lsin. Va undan keyin tobiinlar, undan keyin atba, undan keyin atba tobiin, va atba Malik, Shofiy, Ahmad shular dini bo'lgan. Buxoriy, Termiziy. Uch narsa ichiga oladi. Aqida, amal va shirk va egalarini yomon ko'rishlik. Mana bu islom xos. Bu islom faqatgina bizning zamonimizda Alloh faqatgina mana shu islomni qabul qiladi. Qaysi insonni mana shu uch narsa islomida bo'lsa, mana bu to'g'ri islom. Bizda islom ikki xil bor. To'g'ri islom bor, noto'g'ri islom bor. O'shanga ba'zi odamlar aytadi, qanaqa qilib musulmon jahannam kirishi mumkin? Chunki islom noto'g'ri. Bo'lishi mumkin. Payg'ambar aytdi, "Sataftari ummati ila 73 firqa." Mani ummatim 73 toifa bo'linadi. Buni payg'ambar aytibdilar. Kulluha finnar, hammasi jahannam kiradi. Illa wahida, faqat bittasi. Ma ana al-yawm ashabi. Man va sahobalarim yo'llari. Faqat shu jannatga qo'ygan hammasi zohiran jannat. Lekin oxiri hammasi to'siq. Hammasi to'siq, yopiq. O'shanga mana bu ikkinchi muallif rahmatulloh gaplari, nimalar qasdlari babu vujubu dukhul al-islam ay islomul xos. Qaysi bir inson gunohlarni kechirishni xohlasa, baxtli hayot xohlasa, tinchlik xohlasa, ofiyat xohlasa, jannat kirish xohlasa, qabri tinch bo'lishi xohlasa, mana bu islomni qabul qilsin. Allohga shirk qilmaysiz. Amal qilasiz. So'zi kifoya emas. Buni faqat o'yizal deysiz. Va shart mumkin emas. Kofirlarni do'stlashish mumkin emas. Kofirlarni yaxshi ko'rishlik. Ammo ularga misol uchun tijoriy muomala, dunyoviy muomala zarari yo'q buni. Lekin ulfatchilik qilmaysiz. Mumkin emas bu narsa. Harom. Xristian bo'ladi misol uchun bir millatni misol xristian o'sha xristian diyonida bir odam bo'lishi mumkin. Uni ulfatchilik qilib uyga mehmon chaqirib, uni do'stlashish, bordi keldi qilishlik harom, mumkin emas. Ammo ish bo'yicha zarar yo'q. Shariat izn berib qo'ygan, sahobalar ham amal qilishgan. La haraj fihi. Orada misol uchun tijoriy muomala bor yoki misol uchun dunyoviy muomala bor, bordi keldi, sodiq bor. Marhamat, shuni tugatasiz. Ammo undan o'tirib ulfatchilik qilishlik mumkin emas islomda bu. Harom bu dinda bu. Aslan dinda asliga muxolif bu. Usul iymonga muxolif narsa bu. Do'stlash faqat musulmonlar bilan. Mushrik payg'ambar aytdiki, la tusahib illa mu'minan va la yaqtul illa taqi. Faqat musulmon bilan yuring. Va u uy mehmondorchilik nima qilsa, agar uni ulfatchilik, do'stlik faqatgina taqi banda yaxshi musulmonlar bilan muomala qiling. Payg'ambar bu gap aytibdilar sallallohu alayhi vasallam. Alloh mustaan. Demak, birinchi inson nima qiladi? Allohni yakkalaydi. Undan keyin islomni qabul qiladi. Ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna Muhammadar rasululloh. Mana bu ikkita kalimani tushunadi. La ilaha illalloh ma'nosi barcha qaysi bir narsaga agar ibodati nom, ism berilgan bo'lsa, fe'l bo'lsin, so'z bo'lsin, uni faqat Allohga sarf qilaman. Allohga faqat qilaman. Va ashhadu anna Muhammadar rasululloh ma'nosi payg'ambardan keyin barcha narsani qabul qilaman. G'aybiy narsa bo'lsin, kelajakda xabar bergan, o'tmishda xabar bergan, nima xabar bergan qabul qilaman. Ikkinchisi aytganini qilaman. Uchinchisi qaytarganini qaytaman. To'rtinchisi Allohga faqatgina payg'ambar ibodat qilganini ibodat qilaman.
o'shanda siz guvohligingiz to'g'ri bo'ladi. O'shanda ashhadu anna Muhammada Rasululloh haqqon aytgan bo'lasiz. O'shanda inshaalloh payg'ambarni qo'lidan ertaga qo'llaridan, muborak qo'llaridan o'li kishini havzlaridan suv ichishlikni umid qiling. O'shandan keyin ertaga payg'ambar shafoatlarga umid qiling. O'shandan keyin payg'ambarni ummatidan ligizni faxr bilan eting. Ammo til bilan etishlik amalga hech qanaqa ta'siri bo'lmasa, amal bo'lmasa, la vallohi siz guvohlik keltirmaysiz. Mana bu ashhadu anna Muhammad Rasululloh ta'sir bo'lish uchun haqiqatan shu narsa haqqan qalbingizdan etdingizmi, shu narsa haqqan sizga foyda, shuni gap foydali, foyda emasligini bilish uchun qarang, 4 ta sifat bormi? Payg'ambar barcha xabar bergan xabarlarga iymon keltirdingizmi? Aytganini qilyapsizmi? Qaytarganini qaytaryapsizmi? Payg'ambar aytdilarki, ahdul ladzi baynam tarkus salat, faman taraka faqad kafar. Bizlar bilan kofir o'rtasida farqi nima? Namoz tark qilishlik. Kim tark qilsa kofir bo'ladi. Shuni amal qilyapsizmi? Qarang shunga. Qilmayapsiz, musulmonmisiz? O'sha ashhadu anna Muhammad Rasululloh mana bu guvohlik sizga foyda bermaydi. Buni aytmagansiz. Buni aytmadingiz, siz islom kirmadingiz. Va uchinchisi, Alloh payg'ambar nima qilgandek, Allohga yaqinlik faqatgina payg'ambar amal qilgandek qilishlik va bu haqida biz ham gapirganmiz. Buni nimasi asli ham hadisda bor. Mana hadis Aisha radhiyallohu anha sahih Muslimda, man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa raddun. Qaysi bir inson bir amal qilsa, agar biz qilgandek qilmasa, amal qabul bo'lmaydi. Raddun batilun. Qancha holatlarda payg'ambar buyuradilar. Hatto namozda ham, namozga xos kelgan. Hadis Malik ibn Huwayris radhiyallohu anhu sahih Buxoriyda. Sallu kama ra'aytuni usalli. Ey ban ummatim, agar amallaringiz o'shanda bir umid qilsanglar, o'shanda bir amallarni, o'shanda bir ajr umid qilsanglar, o'shanda qabul bo'lib, o'shanda samarasini, asarini ko'rish xohlasanglar, asari nima? Alloh roziligi. Man o'qiy, namoz o'qinglar. Chunki Alloh mana amalimdan rozi bo'ladi. Payg'ambar juda ham mehribon bo'lgan, o'z ummatiga mehribon bo'lgan. Aytib qo'yapti. Xohlaysizmi amallar qabul bo'lishini? Xohlaysizmi Alloh sizdan rozi bo'lishini? Man namoz o'qigan, namoz o'qinglar deb aytibdi. Nam. Demak, inson islomga kirishlik, demak, va balkim bu kishining muallif rahmatullohi alayhi gaplar aslan dinda, shariat, Qur'onda bor. Ya'ni babu vujubu dukhul fil islam, ay islomga kirishlik vojiblik haqida nima va aslan nima Qur'onda kelgan. Baqara surasida ya ayyuhalladina amanu udkhulu fis silmi kaffatan va la tattabi'u khutuwatish shayton innahu lakum aduwwun mubin. Baqara surasida bu. Ay islomga iymon keltirganlar, islomga butunlay kiringlar. Ya'ni bo'lmasin, buni qabul qilib, buni amal qilmayman. Allohga iymon keltiraman, namoz o'qimayman. Alloh bilan bular islom keragi yo'q. Men qabul qilaman. De la ilaha illalloh yoki la ilaha illalloh Muhammad rasulullohni, lekin namozni qabul qilmayman. Namoz o'qimayman. La vallohi. Udkhulu fi silmi kaffa, ay butunlay kiringlar islomga. Alloh buyuryapti, butunlay vojib kirishlik. Dinni ajratmaylar. Bunga amal qilaman, bunga amal qilmayman. Nima uchun? Aynan shaytonning yo'li bu. Kemaydi vala tattabi xutuvati shayton. Bu shayton yo'li bu. Shayton aytish mumkin. Hali yoshsan. Endi 30 kirding. Sen o'zbeksan. La ilaha illalloh Muhammad rasululloh degan namoz keyin o'qiysan. Ajrat. Lekin biladi. Agar buni ajratsangiz dindan chiqasiz. Unga shu kerak. Lekin bechana bu mug'affal, hech nima tushunmaydigan johil. To'g'ri aytibsan deydi. Nima qilishim kerak? 50 namoz o'qiysan, 60 ta o'qiysan namozni. O'shing qotil ekan. Ya'ni yaxshi biladiki, bu balkim yashamas. Balkim tavfiq bermas. Buni ham biladi shayton. O'shanga islomni bo'lishlik mumkin emas. Alloh buyurdi sizga:
islomga butunlay kirishlik. Udkhulu fis silmi kaffa, ay islomga butunlay kiringlar. Islomni ajratmanglar. Va islomga kirishlik albatta birodarlar ikki xil bo'ladi. Agarda misol uchun islom kirishlik ma'nosi agar nobod tark qilsa nima bo'ladi? Tark qilish ikki xil bo'ladi. Tark qilsa dindan chiqqan tark bor, tark qilsa gunohkor bo'lgan tark bor. Kimki namoz tark qilsa dindan chiqadi. yoki kim misol tavhid tark qilsa dindan chiqadi. Alloh buyurdi tavhidda bo'lishlikni. Bir odam aytdiki, yo'q. Ya Alloh, senga vali keltiraman, payg'ambarga ishonaman, namozini o'qiyman, lekin falon pir bor. O'shani e'tiqodim bor, meni xos e'tiqodim bor. O'shanga e'tiqod qilamanki, o'sha bir duolarim qabul qiladi. Dindan chiqib ketdi. Shu e'tiqod bo'lib ketsa, ila jahannam bi'sil masir. Abu Lahab, Fir'aun, Haman, Qarun bilan birga bo'lishadi o'sha jahannamda. Ba'zi tark bor, tark harom. Odam misol uchun, ayol kishi misol uchun hijob o'ramayapti. Namoz o'qiy, hijobni o'ramaydi. Harom. Alloh g'azabiga duchor bo'lgan. Lekin butunlay islom chiqdimi? Yo'q, butunlay islom chiqmadi. Bir odam ro'za tutmaydi, dangasalik qilib. Harom. Alloh g'azabiga duchor bo'ldi. Dindan chiqdimi? Yo'q, dindan chiqmadi, lekin xatarda. Hatto hijobsiz ayol ham xatarda. Chunki payg'ambar sollallohu alayhi vasallam xabar berdilar. Hijobsiz hadis Abi Hurayra Sahih Muslimda hijobsiz ayollar jahannamda bo'lishligi. Hijobsiz ayollar jahannam, albatta kufr emas bu. Bu dindan chiqqan, lekin ularning nima joyi jahannam bo'ladi. Bitta ikkita toifani ko'rdim, oldin ko'rmaganman. O'shaning ikkinchisi nisaun kasiyatun ariyat. Kasiyat kiyingan, ariyat kiyinmagan. Ya'ni sharhda kelishganki, o'sha ayol kishi o'sha avratini to'liq o'ramagan. Chunki hadis Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu Sunan Tirmizida al-mar'atu awra. Ayol butunlay avrat. Yopinish kerak. O'shanda ba'zi ochishligi hadisga o'sha hadis Abi Hurayra Sahih Muslim nisaun kasiyatun ariyat, ya'ni o'ralmagan ayol kishi, o'sha musulmon ayol, o'ralmagan ayol joyi jahannamda bo'lishligi, ya'ni jahannamga bo'lib abadiy emas, lekin jazosi bo'lishligi. O'shanga jahannam kirish sabablaridan ayol kishi hijob o'ramasligi, umuman ya'ni bosh bo'lsin, qo'li bo'lsin, yoki ko'kragi bo'lsin, ba'zi misol uchun nima qiladi, yengi tegni misol uchun ko'kragi ochilib qolishi mumkin, yoki misol qo'llari ochilib qolishi mumkin. Bular hammasi harom, mumkin emas. Lekin bu dindan chiqaradimi? Yo'q, chiqarmaydi dindan bu. Osiy muslima, osiy banda. Osiy banda. O'shanga demak, bizda bir odam so'rash mumkin, "Xo'p, dinga kirishimiz vojib. Agar noboda kirmasa, dindan chiqarmasa, ma'nosi nima? Dindan chiqadimi?" Yo'q, bu holatda ikki qism bo'linadi. Ba'zi qismi tark qilsa dindan chiqadi, ba'zi qismi tark qilsa dindan chiqmaydi. Undan keyin muallif rahmatulloh alayhi nima qildilar? Dalil olib keldilar. Va qawluhu ta'ala va qawluhu ta'ala bu Ali Imron surasidagi oyat: "Va man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu va huwa fil akhirati minal khasirin." degan oyat olib keldilar. Va keyingi oyat ham qawluhu ta'ala, bu Ali Imron surasida, va qawluhu ta'ala inna ad-dina 'inda Allohi islom, bu ham Ali Imron surasida. Demak, birinchi oyatimiz bu oyat وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Ay qaysi bir inson agarda Alloh yaqinlik qilsa, Alloh toatda bo'lsa, ibodatda bo'lsa, lekin amallari islomda emas. Amallari dinda emas. O'zi qilish. Misol bir odam kofir, Alloh ihson qilyapti. Bechara yordam beryapti. Zaiflarga yordam beryapti. Yetimlarga yordam beryapti. Lekin musulmon emas. Yoki hali aytgandek benamoz odamlar. Alloh buni qabul qilmaydi. Alloh rozi bo'lmaydi. Va bu narsa Alloh qabul qilmasligi aqida bo'lsin, shariat bo'lsin, fiqh bo'lsin, amal bo'lsin, suluk bo'lsin.
Alloh buni qabul qilmaydi. Va bu narsa boshqa hadisdan bo'lgan, bu oyatni, ya'ni sunnatdan nimasi quvvatli degan nima, o'zi oyat o'zi kifoya, lekin la bas la haraja fihi, agar hadisni zikr qilsak, boshqa hadis Aisha radhiyallohu anha, sahih Muslimda hammaga ma'ruf bo'lgan, man amila amalan laysa alayhi amruna fa urad. Qaysi bir inson amal qilsa, biz qilgan amal qilmasa, amallari rad bo'ladi, Alloh qabul qilmaydi, botildir. Demak, Alloh aytayaptiki, qaysi bir inson bir amal qilib, o'sha amalini natijasini ko'rishni xohlasa, nima qilish kerak? Amali islomda bo'lsin. Islomni barpo bo'lgan bo'lsin. Nima uchun? Misol uchun siz sadaqa qilyapsiz. Hadis Abi Hurayra, Imom Ahmad o'z musnadlarida aytgan, isnodi sahih, dediki, vallohi ma naqasa malu min sadaqa. Payg'ambar 3 marta qasam ichdilar. Keyin aytdilarki, mol, ya'ni insonning mol-mulki hech qachon sadaqadan noqis bo'lmagan. Faqatki Alloh baraka beradi. Bu savol, ichiga kofirlar ham kiradimi? Yo'q, kofirlar kirmaydi bunga. Sadaqa qilgan paytingizda Alloh sizdan rozi bo'ladi. Amalingizga baraka beradi, mulkingizga baraka beradi. Buni kimga beradi? Faqat musulmonlarga. Qattan bildik oyatdan. Alloh qabul qilmaydi buni. Qabul qilmaydi, nima degan qabul qilmaydi degani? Alloh rozi bo'lmaydi, Alloh baraka bermaydi, inson baxtli qilib qo'ymaydi. Magaram islomdandir. Agar islomda bo'lgan bo'lsa, shuni qasd qilyapti. Deyin buni bilgan odam nima qiladi? Islom kiradi albatta. Chunki yashashdan maqsad nima? Yashashdan maqsad Alloh roziligini olishlik. Yashashdan maqsad o'sha o'zingizni charchatib, namozlar bilan, ro'zalar bilan oqibatda dam olishlik, abadiy dam olishlik va qabrda tinch yotishlik, shirin uyquda. Ammo siz bir amal qilsangizda oqibati hech nima bo'lmasa, o'shanga nimada Alloh o'sha oyat oxirida va man yabtaghi ghayral islam dini fala yuqbalu minhu va huwa fil akhirati minal khosirin. Ya ilohi. Xasoratda bo'ladi. Val xasorat katta bo'lishi mumkin, kichkina bo'lishi mumkin. Kattasi Alloh asrasin, ilohim hammamiz Alloh bundan asrasin. Jahannamga abadiy kirib ketishligi. Bu eng katta xasorat. Bir odam hech mumkin musulmonlar orasida bu narsa bo'lishi mumkinmi? Bo'lishi mumkin. Bir odam namoz o'qish mumkin, lekin allaqachon dindan chiqib ketgan. O'zi ham dindan chiqqan, o'zi ham bilmaydi. Namoz o'qiydi, lekin shirk qiladi. Namoz o'qiydi, lekin kimgadir o'sha Allohga xos bu e'tiqodni qiladi. Inson qalbini kim bog'lash kerak? Alloh bog'lash kerak. Birga bog'lagan. O'sha biladi. O'sha rizqni beradi. Agar safar qilsam, safarman asliga o'sha pir bo'ladi. Auzu billah. Hammasi kufr bo'ladi billahi. Qaysi inson shu e'tiqodda bo'lsa, vallohi namozda bo'lsin, roza tutsin, yo ayol bo'lib hijobda bo'lsin, dindan chiqadi. Mana bu eng katta xasorat. Ammo kofirlar ma'ruf. Bir odam misol xristian bo'lishi mumkin, cherkovda kecha kunda o'tirishi mumkin, o'sha rohiblari. Bu ham haqiqatan xasorat. Na dunyo, na oxirat. Tarki dunyo qilgan, uylanmagan, mashin surmasdan o'sha cherkovda o'tirib, toat ibodatda oxiratda jahannam kiradi. Abadul abad. Bu xasorat. Va ikkinchi qismi kichkina xasorat. Bu kichkina xasorat ba'zi odamlar kimdir misol uchun musulmonlardan bir amal qilgan, amali noto'g'ri bo'lgan, bid'atlar qilgan. Biz aytgan bid'atlar katta gunohdan tepa turadi. Birinchi shirk, kufr, undan keyin bid'atlar, undan keyin kabair, katta gunohlar turadi. Nima uchun? Nega u katta gunohdan katta? Chunki bu juda ham yomon narsa. Chunki inson bu fe'li bilan nima qildi? Ya'ni bu fe'l bilan buni fe'li nima da'vo qilyapti? Alloh al-yawma akmaltu lakum dinakum. Sen bugun dinni komil qildim gaping yolg'on, botil. Sen yolg'on gapiryapsan. Sen Robb bo'lib turib, Alloh bo'lib turib yolg'on gapiryapsan. Mavlud bor narsa, mavlud bid'at bo'lmagan narsa.
ya'ni bu gap albatta inson bilgan odam, musulmon odam qalbi bu narsa larzaga soladi. Bu oddiy narsa emas bu. Bu kichkina hasorat. Ba'zi odamlar, namozxon odamlar, bid'at qilib yurgan odamlar, albatta biz ularni jazm qilmaymiz. Alloh havola. Alloh havola. Ahli bid'a bular nima? Agar albatta bid'atlari kufriy bo'lmasa, ammo kufriy bo'lsa, jahmiylar, shiyalar ular jahannam va bi'sal masir, abadal abad jahannam qolishadi. Lekin maturidiylar, ash'ariylar, so'plar albatta shirki mushriklar emas, bid'atchilar. O'sha bid'a zikrlar qilish, mavlud qiluvchilar hammasi bid'atchi hisoblanadi. Amruhum ilalloh. Alloh havola. Lekin ba'zilar jahannam kiradi. Bu aniq. Kimni biz bilamiz, Alloh alam. Alloh havola. Lekin ba'zilar kiradi, albatta kiradi. Yo'q, Alloh havola. Namoz o'qigan, ro'za tutgan musulmon, lekin bid'atlar qilgan, jahannam kirib, Alloh taqdir qilgan ma'lum muddatda o'sha yerda bo'ladi. Mana bu kichkina hasoratdir. Bu ham hasorat. Alloh asrasin jahannamga daqiqa kirishlik. Bayonotdaki sizlar jahannamning o'sha harorasi juz' min 70. 70 dan biri. Bu dunyoning olovini darajasi 70 dan biri. Biz zamonda hozir qancha yetgan hozir? Agarda o'sha temirni eritadigan nima qilingan bo'lsangiz, o'sha temir eritadigan zavodlar qiladigan bo'lsangiz, o'sha ya'ni 7000, 8000 daraja. Hozir o'sha yetgan daraja. Ya'ni bayonlarga sizlar ishlatadigan olovni o'sha 70 dan biri. Qancha yetdi o'sha chugun bo'lsin, o'sha temir eritadigan, o'sha temir misol uchun eritadigan zavoddan oladigan bo'lsak, o'shalar qancha o'sha daraja ishlatiladi? 5000, 6000, 7000 bo'lishi mumkin. Balkim 8000 bo'lishi mumkin daraja. O'shani 70 ko'paytiring. Mana bu jahannam harorasi. O'zi 4000 o'zi yetarli. Insonga 4000 darajani qaraydigan bo'lsa, ichi qanchalik oppoq turadi. 4000 daraja o'zida ichi o'sha agarda o'sha istilgan joy ichini qarasangiz oppoq bo'lib turadi. 7000 qanaqa bo'ladi? Uni ko'paytiring 70 ga. Mana bu jahannamni albatta biz taqrib etamiz. Bu balkim 6000, 7000 bo'lishi mumkin, 8000, lekin payg'ambarlar o'sha sizlar bu dunyoda ishladigan olovni 70 dan biri. Yani sizlarni olovi 70 dan biri. Ya'ni jahannamning o'sha 70 dan birini olovi sizlar, ya'ni hozir qancha yetgan bo'lsa, hozir ya'ni odamzod hozir qancha o'sha darajani ishlatayotgan bo'lsa, o'sha darajaga 70 ko'paytirasiz. Mana bu jahannamning issig'i. Hattoki 1 daqiqa bo'lish ham Alloh asrasin. Keyin yana bir narsa borki, qiyomatda bitta kun bizning kunimizga 1000 yil to'g'ri keladi. Balki misol uchun aytish mumkin, Alloh aytish mumkin falonchiga, sen bilarding mavlud haromligini, bilarding, eshitarding, havonga ergashding. Shu uchun senga men 5 kun jahannamda qolishlikka taqdir qilaman, qazo qilaman. Deb misol uchun jahannam farishta buyuradigan olib ketinglar uni. 5 kun degani 5000 yil degani. 5000 jahannam bo'ladi. Qaysi holatda chiqadi o'tdan? Bu oddiy narsa emas bu. Shuningdek, va huwa fil axirin khasirin, ay xasaratda bo'ladi. Bu xasarat ikki qism bo'linadi. Xasaratul kubra va sug'ra. Kubra abadul abad jahannam kirishlik. Bular kofirlar holi bu, munofiqlar holi, mushriklar holi. Ammo sug'ra musulmon, lekin bid'atlar bo'lgan, gunohlar bo'lgan, kaboirlar bo'lgan bular holati. Mana bularni holati. Demak, وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ. Ay bu yerda nima bor? Bu yerda shart qo'ydi Alloh subhanahu taolo. Shart qo'ydiki, ibodatingiz qanchalik ko'p bo'lmasin, qanchalik siz yig'lamang, qanchalik xushu qilmang, qanchalik siz yolvormang, qanchalik siz kecha kunduz uxlamasdan chiqmang, agarda amallaringiz payg'ambar yo'lida bo'lmasa, Alloh aytibdi. Chunki Alloh qabul qilgan yo'l Abul Qosim shariati sallallohu alayhi vasallam. Abul Qosim yo'li, Abul Qosim sunnati faqat shu yo'l bilan Allohning roziligiga inson sazovor bo'ladi.
Alloh roziligi inson sazovor bo'ladi. Faqat shu yo'ldan bo'ladi. Shuni aytmoqchi. Qanchalik inson ya'ni ertaga o'tmaydi, men qiynalgandim-ku, men azoblangandim-ku, men shuncha holatda edim-ku, nohotki shu hamma hisobga olinmasa, yo'q, hisobga olinmaydi. O'shanga Alloh G'oshiya suratidagi boshda o'sha 7 ta oyatda hal ataka hadisul g'oshiya, g'oshiya qiyomat alomatlaridan. Ya Muhammad, sizga g'oshiya xabari kelmadimi? Qiyomat kuni yana shuna holatlar bo'ladi. Wujuhun yawma idin khashi'a aminatun nasiba. Bir og'ir holatda, charchagan holatda, ko'p amal qilgan holatda keladi. Kelishadi. Dodi amallar bilan. Ba'zilari kofir, aslan kofir bo'lgan. Xristian rohiblari yoki o'sha yahudlarni o'sha axborlari, hibrlarlar, o'sha olimlari, chunki yahudlar orasida multazimlar bor, din ushlaganlar ham. O'shada kelishadi. Yoki riyokorlar. Alloh asrasin. Musulmon lekin riyokor bo'lgan. Amallar hammasi xo'ja ko'rsinga. Tasla narun hamiya. Lekin nima? Oqibat jahannam bo'ladi. Tusqa min aynin aniya. Juda ham issiq, oxiri yetgan qaynab turgan o'sha suvdan ichiriladi. Laysa lahum ta'amun illa min dari'. Jahannam ishitmalaridan, daraxtlardan bo'lgan daraxtning mevalarini yeyiladi. La yusmin va la yughni min ju'. Uni yegandan keyin odam na to'yadi, na odamga bir kuch-quvvat beradi, balkim azob beradi. Kelishadi qiyomat kuni. Tog'di amallar bilan, lekin oqibatga jahannam kirishadi. Oqibatda jahannam kiradi. Demak, qaysi bir inson agarda o'sha charchagan, o'zini qiynagan, o'ziga misol uchun charchatgan, nafsiga misol uchun kechalar uyqu bermagan, o'shaning natijasini ko'rish xohlasangiz, amalni Alloh uchun bo'lsin va sunnatda bo'lsin. Payg'ambar Abul Qosim shariatda bo'lsin. Alloh shunda faqat qabul qiladi. Demak, inson nima qiladi? Albatta bunga ahamiyat berish kerak va qaysi bir inson, demak, bu oyatdan maqsad shuki, qaysi bir inson Allohdan, islomdan boshqa dinni o'ziga tanlagan bo'lsa, aqida bo'lishi mumkin yoki shariat bo'lishi mumkin yoki suluk bo'lishi mumkin. Aqida Mu'tazilining e'tiqodi, Ash'arining e'tiqodi, Murji'ning e'tiqodi, Xavorijning e'tiqodi, Mu'tazilaning e'tiqodi, biz zamonimizda jamoat tablig'i e'tiqodi, Hizbut Tahrir e'tiqodi, vallohi Alloh qabul qilmaydi narsani. Bu e'tiqodga yordam bermaydi. Au shariat bo'lsin, fiqh bo'lsin. Siz gapingiz men mazhabdaman, kifoya emas bu. Alloh deydi: "Va yawma yunadihim fa yaqul mada ajabtul mursalin." Qiyomat kuni hamma ummatni Alloh yig'adi. Nima deb javob berding payg'ambarlar desa Alloh so'raydilar. So'ramaydi mazhabda bo'lgansiz bo'lmaganligingizni. Bu savol umuman berilmaydi. Lekin savol berilgan savol payg'ambarlaringizga ittibo qildinglarmi, qilmadinglarmi? Har bitta ummatdan, Shuayb ummatdan, Yusuf ummatdan, Yaqub ummatdan, Ishoqi ummatdan, Ismoilni ummatdan, Ibrohim ummatdan hammasidan so'raladi. Va albatta Isa ummati, Musa ummati va Abul Qosim ummati ham sallallohu alayhi vasallam. Alayhim assalom ajmain. Payg'ambarlaringizga itoat qildinglarmi? Payg'ambarlaringizga ittibo qildinglarmi? Mana bu savol beriladi. Birorta joyni olib keling, qatta aytinglarki, mazhabga ergashing deb. Yo'q unaqa narsa. Johillar o'ylab chiqargan narsa. Mutaassib din, sunnat tushunmagan odamlardan chiqqan gap bu. Ammo Qur'on va sunnat, Qur'onda 30 ta joyda payg'ambarga itoat qilish buyurilgan. 30 ta ortiq joyda. Biror joy agar, ya'ni gap shundaki birodarlar, ya'ni ba'zilar misol uchun, ya'ni johil emas, o'qigan, lekin mazhab chiqishga adashishlik bu. Olib keling, qattan bu gap juda xatarli gap bu. Juda xatarli gap bu. Hozir gapingizni tatbiq qiladigan bo'lsak, hozir qancha odamlar dindan chiqarish to'g'ri keladi. Adashtirish to'g'ri keladi. Gap unda emas, sahobalar chiqarish kerak, hozir adashtirish kerak.
Tobiindan adashtirish kerak. U paytda mazhab bo'lmagan. Ya'ni o'ylamasa har gap bilan gapirishadi. Bizlar buni shariatga o'qimaganmiz. Hech qayerda yo'q bu narsa. Na Qur'onda, sunnatda, sahobalar so'zida, vasiyatlarda. Lekin Qur'onda, hadislarda, payg'ambar sahobalar so'zlarida kelganki, sunnat, dalil. Buni bilamiz. Qolganini bilmaymiz. Va keyingi inshaalloh oyatda inna dina indal islom inshaalloh keyingi darsda sharh qilamiz. Va subhanakallohumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka va atubu ilayk va alhamdulillahi robbil alamin.